Kıpkızıl qon aqadi. Ana undan keyin Jaloliddinning eng sinaydigan yeri onasi, qizi 3 yosh. Bular cho'kib ketadi suvga. 7 yosh bolasini to'lqin Chingizxon tomonga chiqarib tashlasa bo'ladi. Keyin ko'zi ko'rib tursin dedi-da, balandga chiqarib yotqizib Abul Muzaffar Jamoliddin degan bo'ladi. Yuragini yoringlar deydi, yotqizib. Ko'kragini yoring deydi. Qo'lingizni tiqib oching jallodlar deydi. Qasirlatib ko'kragini ochingda oltin barkashimni olib keling deydi. Itimni olib chaqiring deydi. Itim chaqiradi. Oltin barkashga yuragini yulib olib barkashga tashlaganda sakrab turadi. Bunday yurak 7 yosh bola. Iti ne yediyse de aytganini qilmay, u nariyoqqa borganda daraxtning orqasiga kovlab ko'mib qaytib kelib, gunohkorda bunday qilib turmay Chingizxon. Shu yerdagi ruhiy psixologik holat Jaloliddinning 15-20 jahon tarixchilari birlashganda ham ochib bera olmaydi. Jaloliddinning shu paytdagi oiladan bolasining mana shunday xor qilib dahshatli o'limga yurganlarni ko'rsatib turganlari mana deb ko'tarib jasadini bolasini unga qaratdi. Bular jahon tarixida bo'lmagan voqealar. Jaloliddin shu yerda yuragi infarkt bo'lib yiqilish kerak edi, lekin u men o'lishga va haqqim yo'q, bunday baribir tiklanib qolishim kerak. Bu Chingizlarga yo'q qilish uchun oxirgi nafasgacha kurashaman deb qaytadan qasamyod